bunaqa komplektatsiyani men o'zim ham birinchi marta ko'rishim. Genesis GV80 ni 3 qatorligi. Gap yo'q. Bundan tashqari mana orqada ko'ryapsizmi? O'rta konsol qismi, anaqa borligi, hamma narsani boshqarib o'tirsangiz bo'ladi va orqada, ya'ni ikkinchi qatorda 2 kishi o'tiradi. Vashshi navrot yegandek. Uni ustiga 3.5 motorligi, kraskasi toza, atigi 14.000 probegli, polni kuzov bron ham qilib qo'yilgan. Mana qarang, salonni yengidek bo'lib turibdi. Mana shu mashinani o'zini 135 ming, 140 mingga olganlar va 14.500 yurganlar. Hozir ham yangisini olaman desangiz, mana shu 130-140 lar atrofida 3.5 turbina motorligi. Yana bu o'zi 15 ta donami chiqqan ekan. Qarang, original karbon detallar, oldi, orqa bamferi telardi. Ko'ryapsizmi? Shunaqasini ko'rganmisiz? Lekin narxini eshitib ham, shu narxga ham bosib yormasiz. Bu Genesis GV80 bilmadim farqi. Oldi sidinalarda даже qarang, atamanka gap yo'q. Rost akasim full ekan. Joning bu bilan oddiy komplektatsiyalarning orasidagi narxdagi farqi ham o'zi yaxshigina qimmat. Bir 15 ming, 20 ming dollar bo'ladi o'zi. Lekin mashina srochniga 69 mingga bosvarsiz bo'ladi. Bu Marbon detal 3 qatorligi 2022-yil Genesis GV80. Srochni bitta like bosingda, bosvaring. Maza qilib oqayib yurasiz. Qarang, ideal bo'lib turibdi, yengidek.